İstemeganda. İstemeganda yine bira davlat doğrusu da. Aybek, bizde qara be oğlum sen chaqiryapti. Aybek baba. İnternetga chiqasizlar. İnternetga chiqadi Aybek. Shoyat akachi. Shoyat aka qaray sizga qiziqtiryapman deb. Shoyat aka qara. Saytga yetti yo'q. Nasıl degan? Ha? Sayt degan nima? Oynaha, besh ekmasa bo'lmaydi. Yetti yo'q. Soat bittasi qo'ysa, yetti yo'q. Haqiqatan bir pastur borlar. Abudan soatda chiqaman. Ha, soat 50 minut chiqadi. Nima qilasiz? Otasiga nima qilyapti? Beshni qo'yib borib. Ha, xudo. Sizga bu Pokistondan Burada etrafta durmadı abi. Ha, durmadı. Komşudan değil mi? Sezon da başka var. Başka ya. Bedoro, buğdayro, başka. buğday aralashasizlar. Ha. Arpa ekmaydimi? Arpa yaxshi deydi bu. Sho'rga yaxshi. Arpani endi biz ishlatmasak uni. Ba'zi buni ishlatolmaysiz. Bedani yetalab olgandan keyin o'rtasiz suvni. To'g'rimi Aybek? Bu buğdayni aka ishlatolmaysiz baribir. Beda bilan teng bo'lsa-ku, o'sha payt shunday o'rib olasiz. Hop, bo'lgandan keyin buğdayni olasan-ku. Endi ko'p narsaga ishlatda, arpa endi faqat sotasan shu. To'g'ri yana 1,5 gektar yerga arz tashib keldim. Nari topolgan. Men mana bu tomonni olaman deb hal turolib olmoqchi bo'lib-ku, chiq. Oxirigacha, chuchuvni oxirigacha. Uni anavi olgan-ku Turon aldikalar. Olgani bilan Sizini turlataman. Assalomu alaykum. Shol deyman. Payg'ambardorlar davri o'tdi. Men u bilganim talashyapti-kanda shu Husan aka yerga. Qaysi Husan yerga? O'sha abdakalar yerga. Kim? Odamlar. Yo'q-a? Bo'ldi, bitta siz harakat qilib Bechoraga. 200 dollar shapkasi. harakat